Bir videoda siz qanday qilib to'g'ri turli tortinishni va turli tortinishni o'rganishni bilib olasiz. Faqat videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi mavzuimiz turniy haqida bo'ladi. Sizlar bilan to'g'ri turniy tortinishni o'rganamiz, foydalari va to'g'ri qilishni o'rganamiz. Muhammad Fit fanfitga obuna bo'lishni unutmang. Like va obunaingiz biz uchun muhim. Do'stlar, mana mashqlarimizni ham boshlab oldik. Dastlab ishni bilaklarimizni qizdirib olishdan boshlaymiz. Bilak tirsaklarimizni yaxshilab razmika qilib olamiz. Chunki turniy tortinayotganimizda bilasizlar, qo'l, yelka, bel shu muskullar ko'proq ishlaydi va bularda qizdirib olsak, jarohat bizda kamroq bo'ladi va qonni ham aylantirib olgan bo'lamiz. 10-15 minut yugurib kelsalaring ham juda foydasi katta bo'ladi. Men o'zim ham qanday mashq qilishimdan qat'iy nazar oldin qizib, keyin mashqni qilaman. Oddiy ajmaniya qilamanmi, farqi yo'q. Mana turniy tortinishni ham boshlab oldik. Biz odatda 15 tadan 4 yoki 5 podxod tortinamiz. Lekin sizlar endi o'rganayotgan bo'lsanglar, bitta yoki ikkita qilib boshlashlaring mumkin. Agar turniy tortinishni umuman bilmasanglar, boshida sekin shu tortinayotganimizga o'xshab yarimigacha bo'lsa ham chiqib harakat qilib o'rganib olsanglar bo'ladi. U ilojsiz yoki qiyin narsa emas. Va keyin qancha veslaring yengil bo'lsa, shuncha tortinishlaring oson bo'ladi. Agar sizlarda ortiqcha vazn bo'lsa, birinchi shu ortiqcha vaznni yo'qotib, mashqlar qilib, yugurib, ancha ozvoyganlaringdan keyin shu turniy tortinishga o'tishni tavsiya qilamiz. Biz videoni boshlayotganimizda turniy tortinishni qadama-qadam tushuntirib ketmoqchi edik, lekin bu turniy tortinmaganimizdan keyin qilmaganimiz esimizga keldi va ishimiz zararli shoshilib ketib qoldik. Shunga boshqa videolarda kutinglar. Albatta qadama-qadam qilib tushuntirib, noldan qanday tortinsa bo'ladi o'rganib va qiziqqan savollaring yoki boshqa biror gaplaring bo'lsa, bemalol komment yozishlaring mumkin. Va yana agar sizlar qo'llab tursalaring, inshaalloh hali videolar har kuni chiqadi. Buni foydali videolar like bosib, obuna bo'lib qo'ying.